Bu voqea qayerda bo'ldi? Bozormidi? Yo biror to'ymi? Xullas, yo'lda ketayotib chol hamyonini tushirib qo'ydi. Endi mening sho'rimda tinmay jang qiladi aql va shayton. Kim biladi, shu aqcha uchun qancha zahmat chekdi ekan chol. Nafsim aytar: buncha kuyunding, buncha rahming kelmasa cholga. Balki o'sha aqchani u ham qayerdandir o'g'irlab olgan. Menchi avval vijdonni yo'q deb ertaklarda bor deb o'ylardim. Voh, bo'lmadi, oxir aqchani cholning qo'llariga qaytardim. Menga qolsa o'sha lahzani foytonga ham o'xshaydi derdim. Farqi shuki, men otimga emas, iymonimga bog'langan edim.